MMA olami har yili o'ziga xos yorqin voqealar bilan esda qoladi. 12 oy davom etgan turnirlar ushbu sport turi muxlislarini quvontiradi. Ammo bunday hayajonli janglarni porlab chiqqan jangchilarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. 2024-yilda muxlislar xotirasida ancha vaqtgacha qoladigan janglar juda ko'p bo'ldi. Shunday ekan, bizda ba'zi bir mavzuda xulosalar chiqarishga imkon bor. Biz MMA'ning asosiy voqealari va yutuqlariga bag'ishlangan video tayyorladik. Bugun bizni 2024-yilda hayratda qoldira olgan jangchilar haqida gaplashamiz. Inter MMA kanali videolar ketma-ketligini tayyorlashda davom etishi uchun sizlarning yordamingiz kerak. Agar bu video sizga manzur bo'lsa, albatta like va izoh qoldirishni unutmang. Siz like bosasiz, biz esa siz uchun ishlashda davom etamiz. Top 10 taligimizni Sharapuddin Magomedov, ya'ni Shara Bullet ochib beradi. 2023-yil kuzida UFC'da debyut qilgan bu xarizmatik qizil soqolli nokautchi yigit 2024-yilda 3 ta ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi va Dana Whitening sevimli jangchisiga aylandi. O'tgan yilning oktyabr oyida Bruno Silva ustidan juda qiyin g'alaba qozonganidan so'ng Shara iyun oyida Antonio Trocoli bilan jang qildi. Ushbu g'alaba unchalik shov-shuvga sabab bo'lmadi, chunki Trocoli debyutant edi va qo'shimcha ravishda qisqa vaqt ichida jangni qabul qilgandi. Biroq keyingi ikki g'alaba polshalik Mikhail Alekseychuk va Armen Petrosyan ustidan qozonilgan g'alabalar ancha ta'sirli bo'ldi. Yil davomida Shara Bullet bonuslar kombinatsiyasini to'pladi. Kechaning nokauti, kecha jangi va u promouterni shu qadar hayratda qoldirdiki, Saudiya Arabistonidagi turnirda u Venom Page bilan jang qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bunday yorqin boshlanishga qaramay, Sharaning istiqbollari negadir noaniqdek. Uning parterdagi mahorati reytingda yuqoriga ko'tarilishiga imkon bermasligi ham mumkin. 9-o'rinda Brandon Royval. Ko'pgina MMA muxlislari an'anaviy tarzda o'ta yengil vazn toifasini e'tibordan chetda qoldirdilar. Bekor qilishadi, chunki hozirda bu divizion zerikarli emas. Balki dominant chempion yo'qdir, ammo bir qancha da'vogarlar va iste'dodlar to'plandi. Ulardan biri Brandon Royval. 2023-yili ancha yaqin jangda Pantojaga mag'lub bo'lgach, Royval Brandon Moreno bilan jangda qaytdi. Sobiq chempion aniq favorit hisoblanar edi. Biroq Royval Morenoga juda qiyin jang taqdim etdi va qaror bilan g'alaba qozondi. Bu qaror ko'pchilik uchun bahsli bo'lib tuyuldi, ammo bunday yaqin kurashda bu qaror boshqacha bo'lishi mumkin emasdi. 2024-yilning oktyabr oyida Royval yana bir qizg'in istiqbolli jangchi Tatsuro Taira bilan kuch sinashish uchun oktagonga qaytdi. Haftadan yaponlar o'zining yaxshi kurashi bilan Royvalni to'xtatishga ishonishgandi, lekin bunday bo'lmadi. Brandon yana g'alaba qozonib, reytingda birinchi o'rinni va birinchi da'vogar maqomini qo'lga kiritdi. O'tgan yil davomida Royval chempionlik poygasida tasodifiy jangchi emasligini, balki kelasi yili Alexandre Pantojani taxtdan tushirish uchun imkoniyatga ega da'vogar ekanligini isbotladi. 8-o'rinda Ian Garry. Garry bu yerda nima qilyapti deyishingiz mumkin. To'g'ri, u Shavkat Rahmonovga yutqazdi. Mag'lubiyatdan so'ng u haqida ko'p gapirilayotgan nolini yo'qotdi. Demak, yilni super muvaffaqiyatli deb bo'lmaydi. Bu to'g'ri, lekin 1 yil oldin Garry qayerda va hozir qayerdaligini ham unutmaylik. 1 yil oldin u 11-o'rinni egallagan va istiqbolli yigit deb hisoblangan. 2024-yil dekabr holatiga qadar Garry so'zsiz to'liq yulduzlar tarkibida edi. Bu yil u uchun qanchalik muvaffaqiyatli bo'lganini baholash uchun reytingga qarash ham shart emas. Ma'lumot uchun u hozir reytingda 7-o'rinda. Garry kuchli 15 talikdan ikkita juda kuchli jangchi ustidan g'alaba qozondi. Avvalo Jeff Neal'ni, keyin esa Venom Page'ni mag'lub etdi. Ikkala jang ham muammosiz o'tdi va Garryning muxlislari safi kengaymadi. Biroq hamma narsa mag'lubiyatli jang orqali qaytarib olindi. Bu unga har qanday g'alabadan ko'proq narsani berdi. Garry qo'rqinchli Shavkat Rahmonov bilan qisqa muddatda chiqishga rozi bo'libgina qolmay, qozog'istonlik jangchiga ko'p muammolarni keltirib chiqara oldi. 5-raundda u g'alaba qozonishga juda yaqin keldi. Afsuski, u bo'g'ib, qulfni ushlab turish uchun yetarlicha mahoratga ega emasdi. Ushbu mag'lubiyatdan so'ng jamoatchilikning Garryga bo'lgan munosabati salbiydan hurmatga aylandi. Shuning uchun jang natijalariga ko'ra Garry yo'qotganidan ko'ra ko'proq narsaga erishdi. Katta mag'lubiyatli janglar ko'p bo'ladi, lekin muxlislarning idrokini butunlay o'zgartiradigan mag'lubiyatli janglar ham kam bo'lsa-da sodir bo'lar ekan.
2025-yilda Gari tezlikni saqlab qolishi kerak. To'g'ri, uning uslubi zerikarli va ehtiyotkor, lekin juda samarali. Agar hammasi joyida bo'lsa, 2025-yil oxiriga kelib Gari da'vogarga aylanishi va chempionlik uchun kurashish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin. Yettinchi o'rin Carlos Prates. Battle Nerds guruhi a'zosi Carlos Prates fevral oyida UFC'dagi debyutini o'tkazdi va Travis Jailisni nokautga uchratib, kecha jangi bonusini qo'lga kiritdi. Bundan muvaffaqiyatli debyutni tasavvur qilish qiyin. Prates e'tiborni tortdi va iyun oyida Charlie Radkega qarshi jangni oldi. Jang 2 raund ham davom etmadi. Tanaga bergan zarbasi Pratesning ikkinchi nokautli g'alabasini va yana kecha jangi bonusini ta'minladi. 3-jangda u kattaroq maqomdagi raqibni oldi. Xitoylik Li Jinglian. Bu jang ham braziliyalikka muammo tug'dirmadi. Yana 2 raund unga g'alabani ham ketma-ket 3-bonusni ham qo'lga kiritish uchun yetarli bo'ldi. Prates 2024-yilning oktyabr oyida Neil Magny tomonidan sinovdan o'tkazilishi kerak edi. Biroq qariya Magny Pratesga qarshi hech narsa qila olmadi va hatto birinchi raundning oxirigacha ham yetib bormadi. Prates o'zining 4-kecha jangi bonusini qo'lga kiritdi va katta shov-shuvga erishdi. Bu esa uni yarim o'rta vazn toifasida 13-o'ringa olib chiqdi. Kelgusi yilda Carlosning qarshilik darajasi sezilarli darajada oshadi. Agar u ishonchli tarzda jang qilishda davom etsa, oldimizda kelajakdagi UFC yulduzi turibdi. 6-o'rin Octagon MMA tashkiloti. Keling, biroz tashkilotlar haqida ham gaplashaylik. Octagon ehtimol bizning davrimizning eng ilg'or MMA tashkilotidir. Pavel Neruda eng yirik Yevropa aralash yakka kurashlar tashkilotini, ya'ni Octagon MMA'ning rahbari. Chexiya promouterlik tashkiloti Bellator va PFL dan farqli o'laroq o'z imkoniyatlari doirasida qanday yashashni va menejerlarning ijodkorlari kabi asosiy afzalliklardan maksimal darajada foydalanishni biladi. Oddiy tok-shoudan boshlangan tashkilot tez o'sdi va rivojlanib, Yevropaning eng yirik MMA tashkilotlaridan biriga aylandi. Ular Qo'shma Shtatlarga kirmaydi va mahalliy gegemonlar bilan raqobatlashishi kerak bo'lgan hududlarni bosib olishga harakat qilmaydi. Ularning barcha turnirlari Yevropada bo'lib o'tadi. Bilasizmi? 2024-yilda Octagon Frankfurtdagi futbol stadionida turnir o'tkazdi. Unda 58 ming kishi qatnashdi. Bu juda zo'r ko'rsatkich. Shuningdek, bu yil davomida tashkilot Yevropadagi eng yirik maqomga ko'tarildi. Aksiyalari hozirda $100 million dan ko'proq baholanadi va bundan ham ko'proq o'sishi uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Bu tashkilotning yagona raqobatchilari Cage Warriors va KSW'dir. 5-o'rinda Nasruddin Imavov. 2023-yil Imavov uchun omadsiz keldi. U Sean Stricklandga mag'lub bo'ldi va uning Chris Curtis bilan bo'lgan jangi tasodifiy boshlar to'qnashuvi tufayli bo'lmagan deb topildi. Biroq 2024-yilda Imavov 2023-yilda yo'qotgan hamma narsasining o'rnini to'ldirdi. Fevral oyida u UFC Fight Night musobaqasida kechaning asosiy jangini o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldi va Roman Dalidzeni ishonchli tarzda mag'lub etdi. Keyin iyun oyida Fight Night'ning asosiy tadbirida u o'z faoliyatidagi eng yuqori baholangan raqibi Jared Cannonier bilan kurashdi. Shuningdek, sentyabr oyida Parijdagi Fight Night'da u Brandon Allenni mag'lub etib, o'zini unvonga da'vogar deb e'lon qildi. 1 yil davomida u 11-o'rindan 5-o'ringa ko'tarildi. U yaqinda Adesanya bilan jang qiladi va keyingi yili chempionlik uchun kurashishga imkoniyatlari yetarli. 4-o'rin Renato Moicano. Renato Moicano bu yil 3 ta jang o'tkazdi. Fevral oyida u Drew Doberni yakdil qaror bilan mag'lub etdi. Keyin raqamli UFC 300 ning bir qismiga aylandi. U yerda Jalen Turner bilan uchrashdi va deyarli nokautga uchradi, ammo o'ziga kelishga muvaffaq bo'ldi. So'ng o'z navbatida raqibini nokautga uchratdi va nihoyat sentyabr oyining oxirida Parijdagi turnirda Moicano yaqin vaqtgacha divizionning deyarli asosiy umidi hisoblangan Benoit Saint-Denisni mag'lub etdi. 1 yil ichida Moicano yengil vazn toifasida faqat yuqoriga ko'tarildi. 2024-yilni mutlaqo Renato Moicano yili deb atash mumkin. Reytingning yuqori qismida faqat faxriylar borligini hisobga olsak, braziliyalik kuchli uchlikka kirishi mumkin. Ammo hozircha u reytingning keyingi qatorida turgan Beneil Dariushning sinoviga dosh berishi kerak.
Kuchli uchligimizni Xoakin Bakli ochib beradi. Ko'pchilik Xoakin Baklini Kasanganayni yuborgan virusli nokautidan taniydi, ammo undan keyin unga nima bo'lganini ko'pchilik bilmaydi. Bakli o'rta vazn toifasida turli muvaffaqiyatlarga erishdi. U o'rta vaznlilarni mag'lub etdi. Top darajadagi ba'zilarga yutqazdi. U yarim o'rta vaznga o'tishga qaror qilganida hammasi o'zgardi. 2023-yilning oktyabr oyida Alex Marenani mag'lub etganidan so'ng Bakli 2024-yilda 4 marta jang qildi va barchasida g'alaba qozondi. Mart oyida u Vincente Luqueni nokautga uchratdi. May oyida esa hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevni qaror bilan mag'lub etdi. Oktyabr oyida UFC 307 da Bakli Steven Thompsonni nokautga uchratdi va dekabr oyida u o'zining birinchi bora turnirning asosiy jangini o'tkazdi. Dastlab uning raqibi Ian Garry bo'lishi kerak edi, biroq irlandiyalik UFC 310 ni qutqarish uchun bordi. Colby Covington esa Bakliga qarshi chiqdi. Xoakin amerikalikni qiyinchiliksiz mag'lub etdi va unga qattiq zarba berdi. Shu sababli jang 3-raundda to'xtatildi. Shunday qilib atigi 1 yil ichida Bakli reytingda 6-o'ringa ko'tarilib, ehtimol eng ta'sirli ko'tarilishni namoyish etdi. 2025-yilda albatta unga oson bo'lmaydi, ammo uning jismoniy kuchi hammani ajablantirishga qodir. U chempion bo'lishi dargumon, ammo titul uchun jangni olishiga ishonamiz. Ikkinchi o'rinda Diego Lopes. Boshidan bu yigitda salohiyat borligini barcha sezgandi, biroq so'nggi 1 yil ichida u reytingda Movsar Evloyevdan ham o'zib ketishga muvaffaq bo'ldi. UFC 300 turnirida u Sodiq Yusufni birinchi raunddayoq nokautga uchratdi. Brian Ortega navbatdagi raqib bo'lishi kerak edi, biroq u so'nggi lahzada chekindi. Shu sababli Dan Ige juda qisqa muddatda Lopesga qarshi chiqdi. Lopes ajoyib tarzda g'alaba qozondi va sentyabr oyida u Brian Ortega uchun hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Bu g'alaba uni reytingda 3-o'ringa olib chiqdi va ehtimol uni chempionlik uchun asosiy da'vogarga aylantirdi. Lopes kelasi yili chempion bo'lishga juda yaqin. Agar Topuria yengil vazn toifasiga chiqsa, u Movsar Evloyev bilan bo'sh turgan kamar uchun jang qilishi mumkin bo'ladi. Har holda, kelasi yil Lopes uchun hal qiluvchi bo'ladi. U yo chempion bo'lishi yoki o'zi ko'tarilgan cho'qqidan yiqilishi mumkin. Birinchi o'rin hech qanday savollarsiz Ilya Topuria. Topuria 2023-yilni da'vogar sifatida, 2024-yilni esa dominant chempion va tashkilotning asosiy yulduzlaridan biri sifatida yakunladi. Bu yili Ilya 2 ta jang o'tkazdi. Ayniqsa Bakli yoki Prates bilan solishtirganda shov-shuvli emas-ku, ancha yuqori edi. Fevral oyida UFC 298 musobaqasi dominant chempion Alex Volkanovskini nokautga uchratib, kamarni qo'lga kiritdi. Shundan so'ng u darhol Islom Maxachevga qarshi chiqdi va shu bilan birga UFC 300 da Max Hollowayga chaqiriq qildi. Ular o'rtasidagi jang oktyabrdagi UFC 308 turniriga belgilandi. Ko'pgina muxlislar Max hech qachon nokautga uchramaganligini ta'kidlab, Hollowayni favorit deb hisoblashdi. Biroq Topuria imkonsiz deb topilgan ishni uddaladi. Hollowayni nokautga uchratdi. Shundan so'ng u mashhurlik darajasini butunlay boshqa darajaga olib chiqdi. Hamma ham 1 yil ichida 2 ta dominant chempionni mag'lub eta olmaydi. Topuria katta muvaffaqiyatga erishdi. Ehtimol bu yil jangchisi unvonini qo'lga kiritish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin, ammo unga yilning eng yaxshi muvaffaqiyati kafolatlangan. Bu 2024-yilda kutilmaganda porlab chiqqan jangchilar ro'yxati edi. Yana bir bor ta'kidlayman, bu yilning eng yaxshi jangchilari ro'yxati emas, balki faqat reytingdagi o'rni va martaba istiqbollari bo'yicha ilgarilab ketganlar ro'yxati. Tomosha qilganingiz uchun rahmat do'stlar. Agar videolar ketma-ketligi davom etishini xohlasangiz, obuna va like bilan qo'llab-quvvatlang. Kanalimiz rivoji uchun bu juda muhim. Asosiysi esa sog'lig'ingizni ehtiyot qiling. 2025-yil barchamiz uchun xayrli va barokatli kelsin. Salomat bo'ling.